Bugun men sizga juda muhim savolga aniq javob beraman. Qo'shimcha to'lovni kim oladi? Kim kutsa ham ola olmaydi? Va eng asosiysi, qaysi toifa bu to'lov bo'yicha birinchi navbatda ko'rib chiqiladi? Bu masala ko'pchilikka tegishli. Pensionerga ham, nafaqa oluvchiga ham, bolali oilaga ham, nogironligi bor fuqaroga ham, daromadi past oilaga ham. Eng xavfli tomoni shundaki, odamlar ko'pincha menga ham tushsa kerak deb kutib yuradi. Lekin hujjati to'g'ri bo'lmagani yoki toifaga kirmagani uchun to'lov chiqmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nimaga qaraladi? Asosiy toifa kim? Qanday xatolar sabab pul kelmay qoladi? Va siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini, vaqtini, asabini saqlab qoladi. Men amaliyotda eng ko'p uchratadigan holat shuki, odamlar qo'shimcha to'lov deganda bitta umumiy pulni tasavvur qiladi. Go'yo davlat hammani ro'yxat qilib, hammaga bir xil miqdorda pul tashlab beradi. Aslida esa qo'shimcha to'lovning mazmuni boshqacha. Bu asosiy pensiya, nafaqa, yordam puli yoki maoshga qo'shib beriladigan alohida ustama bo'lishi mumkin. U har doim ham hammaga berilmaydi. Ko'p hollarda u ma'lum bir toifaga, ma'lum bir shart bajarilganda, ma'lum bir hujjat asosida tayinlanadi. Avval ko'p narsalar qo'lda tekshirilardi. Masalan, fuqaro mahallaga borar edi, ariza yozar edi, daromad haqida ma'lumotnoma olib kelar edi. Oila tarkibi yozilardi. Keyin komissiya ko'rib chiqardi. Bu jarayonda inson omili ko'p edi. Kimdir hujjatni to'liq topshirardi, kimdir yarimta topshirardi. Kimdir haqiqatan muhtoj bo'lsa ham bilmagani uchun murojaat qilmasdi. Kimdir esa falonchi oldi, men ham olaman deb o'ylardi. Lekin uning holati boshqacha bo'lgani uchun rad javobi olardi. Hozir esa ko'p sohalarda ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu nimani anglatadi? Sizning rasmiy daromadingiz, pensiya yoki nafaqa olayotganingiz, ish joyingiz, oila tarkibingiz, nogironlik holatingiz, bolalaringiz soni, mulkingiz, ayrim hollarda avtomobilingiz yoki boshqa rasmiy ma'lumotlaringiz tizim orqali ko'rinishi mumkin. Shuning uchun men aytsam bo'ldi degan davr kamayib boryapti. Endi asosiy savol, siz haqiqatan toifaga kirasizmi va tizimda bu to'g'ri aks etganmi? Men eng asosiy fikrni darhol aytaman. Qo'shimcha to'lovni aniq oladiganlar, qonuniy maqomi tasdiqlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj deb e'tirof etilgan fuqarolardir. Ya'ni faqat daromadim kam deyish yetmaydi. Daromad kamligi, nogironlik, boquvchini yo'qotganlik, yoshga doir pensiya, bolalar parvarishi, kam ta'minlanganlik yoki boshqa ijtimoiy holat hujjatlar va elektron ma'lumotlar bilan tasdiqlanishi kerak. Asosiy toifa deganda men birinchi navbatda quyidagilarni nazarda tutaman. Pensiya yoki nafaqa miqdori eng kam me'yorlardan past bo'lganlar, nogironligi bor shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, kam ta'minlangan deb tan olingan oilalar, bolali va daromadi yetarli bo'lmagan oilalar, yolg'iz yashovchi pensionerlar, mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bo'lgan xonadonlar. Lekin bu yerda muhim nuqta bor. Har bir toifa bo'yicha alohida tartib, alohida mezon, alohida muddat va alohida hujjat talab qilinadi. Masalan, bir pensioner haqqi 1000 so'm pensiya oladi. Boshqa pensioner esa 1 million haqqi 1000 so'm oladi. Ikkalasi ham pensioner. Lekin qo'shimcha to'lov masalasida ikkalasiga bir xil qaralmasligi mumkin. Birinchisining pensiyasi belgilangan ijtimoiy me'yor yoki minimal darajaga yetmasa, unga qo'shimcha hisoblanishi mumkin. Ikkinchisida esa pensiya miqdori yetarli deb topilishi mumkin va qo'shimcha to'lov chiqmasligi mumkin. Shuning uchun men ham pensionerman degan gapning o'zi hal qiluvchi emas. Hal qiluvchi narsa sizning aniq miqdoringiz, maqomingiz va hujjatingiz. Yana bir misol. Bir oilada 3 nafar bola bor, ota rasmiy ishlaydi. Ona uyda bola parvarishida oilaning umumiy rasmiy daromadi oyiga 3 million so'm. Ikkinchi oilada ham 3 nafar bola bor, lekin ota chet elda ishlaydi va rasmiy daromad ko'rinmaydi. Ona esa nafaqa olish uchun ariza beradi. Tashqaridan qaraganda ikkalasi ham bolali oila, lekin tizim daromad, oila tarkibi, bolalarning yoshi, mulk holati, ariza va boshqa ma'lumotlarni ko'rib chiqadi. Birinchi oilaga muhtojlik mezoni bo'yicha to'lov chiqishi mumkin. Ikkinchisida esa agar chetdan pul tushumlari, mulk yoki boshqa holatlar aniqlansa, rad bo'lishi mumkin. Demak, faqat bolalar soni yetarli emas, oilaning umumiy ijtimoiy holati ham muhim. Bu ma'lumotga eng ko'p e'tibor berish kerak bo'lgan birinchi guruh kam pensiya oladigan pensionerlar. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, ishlamaydigan, farzandlari bilan birga ro'yxatda turmaydigan yoki farzandlari yordam bera olmaydigan pensionerlar.
Bunday insonlar ko'p hollarda men baribir ololmayman deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim qo'shimcha to'lovlar aynan shunday fuqarolar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Agar pensiya kam bo'lsa, yashash sharoiti og'ir bo'lsa, tibbiy xarajatlar ko'p bo'lsa, buni hujjat bilan ko'rsatish kerak. Ikkinchi guruh nogironligi bor shaxslar. Bu yerda ham daraja, guruh, mehnatga layoqat, parvarishga ehtiyoj, hamrohlik zarurati kabi omillar muhim. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro bilan uchinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaroning qo'shimcha to'lov bo'yicha shartlari bir xil bo'lmasligi mumkin. Agar fuqaroning doimiy parvarishga ehtiyoji bo'lsa, bu alohida ko'rib chiqiladi. Agar tibbiy xulosa muddati tugagan bo'lsa, to'lov to'xtab qolishi yoki tayinlanmasligi mumkin. Shuning uchun tibbiy hujjatlarning amal qilish muddati juda muhim. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotgan oilalar. Masalan, ota vafot etgan. Ona 2 nafar voyaga yetmagan bola bilan qolgan. Bunday holatda asosiy savol: bolalar boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi yoki pensiyasiga haqlimi? Ona qaysi maqomda? Oila daromadi qancha? Bolalar o'qiyaptimi? Hujjatlar to'liqmi? Agar bola 1-8 yoshdan oshgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim to'lovlarda bu holat ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar o'qish haqida ma'lumotnoma olib kelinmasa, tizim uni avtomatik hisobga olmasligi mumkin. 4-guruh kam ta'minlangan oilalar. Bu toifada eng ko'p xato qilinadi. Odamlar bizning ro'zg'orimiz qiynalgan deydi. Men bunga ishonaman, hayot haqiqatan qimmatlashgan. Lekin komissiya yoki elektron tizim faqat his tuyg'uga qarab qaror chiqarmaydi. Oila tarkibi, rasmiy daromad, mehnatga layoqatli a'zolar soni, ishsizlik ro'yxati, bolalar yoshi, mulk, kredit, aliment, boshqa nafaqalar hammasi ko'riladi. Agar oilada mehnatga layoqatli odam ishlamayotgan bo'lsa, lekin bandlikka murojaat qilmagan bo'lsa, bu savol tug'dirishi mumkin. Ish yo'q deyish bilan birga bandlik bo'limida ro'yxatda turish, ish qidirayotganini rasmiy ko'rsatish muhim. Endi men ochiq aytaman, hamma ham qo'shimcha to'lov olmaydi. Agar sizning daromadingiz yetarli bo'lsa, hujjatlar bo'yicha muhtojlik ko'rinmasa, belgilangan toifaga kirmasangiz, sizga to'lov chiqmasligi tabiiy. Bu adolatsizlik emas. Bu to'lovning maqsadi shunday. Qo'shimcha to'lov odatda eng zaif qatlamni qo'llab-quvvatlash uchun beriladi. Masalan, pensiya olayotgan odam rasmiy ravishda yana yaxshi maoshli ishda ishlasa, u ayrim qo'shimcha yordam turlariga kira olmasligi mumkin. Yoki oilada 2 nafar ishlaydigan a'zo bo'lib, umumiy daromad me'yoridan yuqori bo'lsa, bolalar soni bo'lsa ham kam ta'minlanganlik bo'yicha to'lov rad qilinishi mumkin. Yana bir holat. Fuqaro nomida 2 yoki 3 ta uy-joy, avtomobil yoki daromad keltiruvchi mulk bo'lsa, u menda naqd pul yo'q desa ham tizim uni muhtoj deb topmasligi mumkin. Lekin bu yerda adashmaslik kerak. Agar sizda daromad bor, lekin oilada og'ir kasallik, nogironlik, ko'p bola, qarovsiz qolgan keksalar, aliment ololmaslik kabi vaziyatlar bo'lsa, baribir murojaat qilishga arziydi. Chunki ayrim to'lovlarda faqat daromad emas, ijtimoiy holat ham ko'rib chiqiladi. Men doim shuni aytaman: taxmin qilmang, rasmiy tekshirtiring. Birinchi misol. Gulnora opa 67 yoshda yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 900 ming so'm atrofida. Farzandlari boshqa viloyatda doimiy yordam bera olmaydi. U ilgari hech qayerga murojaat qilmagan. Chunki o'zim uyat deb o'ylagan. Lekin mahalla orqali uning yashash sharoiti, pensiya miqdori, yolg'iz yashashi va sog'lig'i bo'yicha hujjatlar ko'rib chiqildi. Natijada u ijtimoiy yordam yoki qo'shimcha to'lovga nomzod sifatida ko'rildi. Bu yerda hal qiluvchi omil faqat yosh emas, balki yolg'izlik, past pensiya ehtiyojining tasdiqlanishi bo'ldi. Ikkinchi misol. Anvar aka 62 yoshda pensiya oladi, lekin rasmiy ravishda qorovul bo'lib ishlaydi va oyiga 2.500 ming so'm maosh oladi. U qo'shimcha to'lov so'raganda uning umumiy daromadi hisobga olindi. Agar to'lov turi kam ta'minlanganlikka bog'liq bo'lsa, bunday holatda rad bo'lish ehtimoli yuqori. Chunki tizim faqat pensiyani emas, ish haqini ham ko'radi. Bu ko'pchilik bilmaydigan muhim nuqta. Qo'shimcha to'lov so'ralganda ayrim hollarda barcha rasmiy daromadlar jamlanadi. 3-misol. Dilnoza ismli ayolning 2 farzandi bor. Eri vafot etgan. Bolalar voyaga yetmagan. U boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olishi mumkin, lekin dastlab hujjatlarni to'liq topshirmagan. O'lim guvohnomasi bor. Lekin bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari nusxasi va oila tarkibi bo'yicha ma'lumot to'liq emas. Natijada jarayon cho'zilgan. Keyin hujjatlar to'ldirilgach, masala qayta ko'rilgan. Bu nimani ko'rsatadi? Haqli bo'lishning o'zi yetmaydi. Hujjat to'g'ri bo'lishi shart. 4-misol. Bir oilada 4 farzand bor.
Ota norasmiy qurilishda ishlaydi. Ona uy bekasi. Rasmiy daromad yo'qdek ko'rinadi. Ular yordam so'rashadi. Lekin tekshiruvda ota nomida yaqinda olingan avtomobil borligi chiqadi. O'ylab bu mashina kreditga olingan, daromadimiz yo'q deydi. Bunday holatda komissiya vaziyatni batafsil o'rganadi. Avtomobil borligi avtomatik raddiyani bo'lmasligi mumkin, lekin u savol tug'diradi. Kredit to'lovlari, real yashash sharoiti, bolalarning ehtiyoji, otaning rasmiy bandligi yoki ishsizlik ro'yxati masalasi ko'riladi. Eng katta tuzoq ro'yxatga olish masalasi. Siz bir joyda yashaysiz, lekin doimiy ro'yxatingiz boshqa joyda bo'lishi mumkin. Ayrim to'lovlar ariza berilgan hudud, mahalla, oila tarkibi va yashash manzili bilan bog'liq bo'ladi. Agar tizimda siz boshqa xonadonda ko'rinsangiz, oila daromadi noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Masalan, siz amalda alohida yashaysiz, lekin ro'yxatda ota-onangiz bilan turibsiz. Tizim ota-onangizning daromadini ham oila daromadi sifatida ko'rishi ehtimoli bor. Shuning uchun yashash joyi va ro'yxat masalasini tartibga keltirish juda muhim. Ikkinchi nozik jihat rasmiy va norasmiy daromad. Ko'p odam men rasmiy ishlamayman, demak daromadim yo'q deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda bank tushumlari, tadbirkorlik, ijara, dehqonchilik, avtomobil orqali xizmat ko'rsatish kabi belgilar ham savol tug'dirishi mumkin. Agar siz haqiqatan ishsiz bo'lsangiz, bandlik bo'limiga murojaat qiling. Ish qidiruvchi sifatida ro'yxatdan o'ting. Bu sizning holatingizni rasmiylashtiradi. Aks holda tizim mehnatga layoqatli, lekin ishlamayapti deb baholashi mumkin. Uchinchi nozik jihat hujjat muddati. Nogironlik xulosasi, talabalik ma'lumotnomasi, oila tarkibi, aliment bo'yicha ma'lumot, ishsizlik ro'yxati, tibbiy ma'lumotlar bularning muddati bo'lishi mumkin. Kecha olingan hujjat bugun yaroqli, lekin bir yil oldingi hujjat ayrim joyda qabul qilinmasligi mumkin. Ayniqsa, bola bo'mindagi yoshga to'lganda yoki talaba bo'lganida ma'lumotni yangilash kerak bo'ladi. Yangilanmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat, arizada noto'g'ri ma'lumot yozish. Men buni juda jiddiy ogohlantirish sifatida aytaman. Bitta daromadni yozmay qo'ya qolay, mulkni aytmasam ham bo'ladi, erim ishlamaydi deb yozamiz. Aslida ishlaydi degan yondashuv oxirida muammo keltiradi. Tizimda ma'lumot chiqib qolsa, nafaqat rad javobi olasiz, balki ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l rost ma'lumot berish va vaziyatni hujjat bilan asoslash. 5-nozik jihat bir to'lovni olish boshqa to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, oila bir turdagi nafaqa oladi. Keyin yana qo'shimcha yordam so'raydi. Ayrim holatda oldingi to'lov daromad sifatida hisobga olinishi mumkin, ayrim holatda hisobga olinmasligi mumkin. Bu to'lov turiga bog'liq. Shuning uchun qo'shnim ikkitasini oldi. Men ham olaman degan taqqoslash har doim to'g'ri emas. Qo'shnining oila tarkibi, daromadi, nogironlik holati, bolalari yoshi, hujjatlari boshqacha bo'lishi mumkin. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Men sizga oddiy savollarni beraman. Siz pensionermisiz? Pensiyangiz miqdori qancha? Nogironlik guruhingiz bormi? Oilada voyaga yetmagan bolalar bormi? Boquvchi vafot etganmi? Oilaning rasmiy daromadi qancha? Siz yolg'iz yashaysizmi? Oilada og'ir kasal yoki parvarishga muhtoj odam bormi? Ishsiz bo'lsangiz, bandlikka ro'yxatdan o'tganmisiz? Shu savollarga javob qo'shimcha to'lov imkoniyatini ko'rsatadi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar. Pasport yoki ID karta, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjati, boquvchi vafot etgan bo'lsa, o'lim guvohnomasi, pensiya yoki nafaqa miqdori bo'yicha ma'lumot. Nogironlik xulosasi, tibbiy ma'lumotlar, oila tarkibi, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, daromad ma'lumotnomasi, ishsizlik ro'yxati, talabalik ma'lumotnomasi, bank rekvizitlari, har bir holatda ro'yxat farq qiladi. Lekin shu hujjatlar eng ko'p so'raladi. Uchinchi qadam, mahallaga yoki tegishli tashkilotga murojaat qiling. Agar gap ijtimoiy yordam, kam ta'minlanganlik, bolali oilalar bo'yicha yordam haqida bo'lsa, mahalladagi mas'ullar orqali boshlash kerak bo'ladi. Agar pensiya yoki nafaqa miqdori ustama qayta hisoblash haqida bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar ish yo'qligi sabab muhtojlik bo'lsa, bandlik bo'limiga boring. Agar tibbiy holat bo'lsa, oilaviy poliklinika va tibbiy mehnat ekspertiza tartiblarini aniqlang. 4-qadam, arizani aniq yozing. Arizada menga pul kerak deb umumiy yozmang. Vaziyatni aniq ko'rsating. Men falon manzilda yashayman. Oilamda falon kishi bor. Daromadimiz shuncha. Falon sabab bilan qo'shimcha to'lov yoki ijtimoiy yordam tayinlashni so'rayman. Agar boquvchi vafot etgan bo'lsa, shuni yozing.
Agar nogironlik bo'lsa, guruhini yozing. Agar yolg'iz pensioner bo'lsangiz, yolg'iz yashashingizni ko'rsating. Ariza qanchalik aniq bo'lsa, ko'rib chiqish shunchalik tartibli bo'ladi. 5-qadam arizangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza raqami, qabul qilingan sana, mas'ul shaxs qaysi muddatda javob berilishi haqida ma'lumot oling. Agar elektron portal orqali topshirsangiz, ariza holatini kuzating. Agar rad javobi bo'lsa, rad sababini yozma shaklida so'rang. Chunki sizga chiqmaydi degan og'zaki javob bilan daromad me'yordan oshganligi sabab rad etildi degan yozma javob bir xil emas. Yozma javob bo'lsa, keyingi harakatni to'g'ri qilasiz. 6-qadam. Xatolik bo'lsa, tuzating va qayta murojaat qiling. Masalan, tizimda oila tarkibi noto'g'ri chiqdi. Eski ro'yxatda begona odam turibdi. Nogironlik ma'lumoti yangilanmagan, talabalik ma'lumotnomasi kiritilmagan. Ish joyidan daromad noto'g'ri ko'rsatilgan. Bunday holatda rad javobini oxirgi nuqta deb qabul qilmang. Avval xatoni toping, keyin hujjat bilan tuzating, so'ng qayta ariza bering. 7-qadam, muddatlarni o'tkazib yubormang. Ayrim to'lovlar ariza berilgan oydan boshlab tayinlanadi. Ayrimlari oldingi davr uchun qayta hisoblanishi mumkin. Ayrimlari esa faqat hujjat topshirilgandan keyin kuchga kiradi. Demak, bir oy kechiksangiz, bir oylik pulni yo'qotishingiz mumkin. Ayniqsa bola tug'ilganda, boquvchi vafot etganda, nogironlik belgilanganda yoki pensiya tayinlanganda darhol harakat qilish kerak. Menga ko'p beriladigan savol. Agar men biror joyda ishlasam, qo'shimcha to'lovdan butunlay mahrum bo'lamanmi? Javob: har doim ham emas. Bu to'lov turiga bog'liq. Ayrim ustamalar maqomga qarab beriladi. Daromadga uncha bog'liq bo'lmasligi mumkin. Ayrim ijtimoiy yordamlar esa daromadga qat'iy bog'liq. Shuning uchun ish bo'rligi avtomatik rad degan emas, lekin daromad hisobga olinishi mumkin. Yana bir savol. Qo'shimcha to'lov avtomatik tushadimi? Ba'zan ha, ba'zan yo'q. Agar tizimda hamma ma'lumot bor bo'lsa va to'lov avtomatik tartibda belgilansa, fuqaro alohida yugurmasligi mumkin. Lekin ko'p holatda ariza, hujjat yoki ma'lumotni yangilash talab qilinadi. Men shuni maslahat beraman, kutib o'tirmang. O'zingiz tekshirtiring. Avtomatik bo'ladi deb o'ylab, keyin bir necha oy vaqt yo'qotib qo'yish mumkin. Yana bir savol. Qo'shnim oldi, men nega olmadim? Chunki har bir oilaning hisob kitobi alohida. Qo'shningizning nomida mulk bo'lmasligi mumkin, sizda bo'lishi mumkin. Qo'shningiz yolg'iz pensioner bo'lishi mumkin. Siz farzandlaringiz bilan ro'yxatda turishingiz mumkin. Qo'shningizning bolalari voyaga yetmagan. Siznikilar katta bo'lishi mumkin. Qo'shningizning nogironlik hujjati amalda, sizniki muddati tugagan bo'lishi mumkin. Taqqoslashdan ko'ra o'z holatingizni tekshirtirish foydaliroq. Yana bir muhim savol. Rad javobi olsam tamommi? Yo'q, tamom emas. Rad sababi asosli bo'lsa, ya'ni siz haqiqatan toifaga kirmasangiz, keyingi safar shartlar o'zgarmaguncha to'lov chiqmasligi mumkin. Lekin rad javobi noto'g'ri ma'lumot, hujjat yetishmasligi, tizim xatosi yoki oila tarkibi noto'g'ri ko'ringani sabab bo'lsa, uni tuzatish mumkin. Buning uchun rad sababini bilish kerak. Demak, qo'shimcha to'lovni aniq oladigan asosiy toifa bu ma'lum hujjat bilan tasdiqlangan. Daromadi yoki ijtimoiy holati bo'yicha himoyaga muhtoj fuqarolar. Pensioner bo'lishning o'zi yetmaydi, bolali oila bo'lishning o'zi yetmaydi, qiynalyapman deyishning o'zi yetmaydi. Hamma narsa hujjat toifa, daromad, oila tarkibi va amaldagi tartibga bog'liq. Men sizga eng muhim maslahatni yana bir bor aytaman. Taxmin bilan yashamang. Mahallaga boring, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Bandlik bo'limida ro'yxatdan o'ting. Hujjatlarni yangilang, arizangizni yozma topshiring va javobni yozma oling. Shunda siz haqingiz bo'lsa, uni olish imkoniyatingiz oshadi. Agar haqingiz bo'lmasa, hech bo'lmaganda sababini aniq bilasiz va kelajakda nima qilish kerakligini tushunasiz. Sizningcha qo'shimcha to'lovlarni tayinlash tartibi adolatlimi? Siz yoki yaqinlaringiz bunday to'lovga murojaat qilib ko'rganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ba'zan bir oilaning oyma-oy oladigan yordamiga sabab bo'lishi mumkin.